Ohoho, axolot. Buga qimmat qo'ydigan. Yo, bu chiroy uchun menimcha. O, joyimisan joy, dahshat yasalgan ekan. Всем привет, hammaga assalomu alaykum. Siz bilan yana men Hacker va bugungi videoda oshpazlik qilamiz. Qani oshpazlik desanglar, bugun o'tgan galam birinchi qismi bor edi. O'shanga jitlarga nima so'rasa o'shani beraverdik. Endi bu safar ham jitlar nima so'rasa o'shani beramiz. Qani keting. Hali men bu joyni o'ynaganim yo'q. Birinchi o'ynashimda bu yerda katta xona, mashina, start. Mashinaning orqasida start bor ekan. Qanday IQ bilan ishlangan bu. Ketdik, start. Olinkidan zo'rroq qurilgan-ku bu. Va lekin o'sha joy, xuddi o'sha joy. Esimga ana shunda shu joy bor edi, lekin B. Assalomu alaykum B. Menga qarang B. Hoy B. B mengami? Bu yerda qaranglar. Yangi ishxona bor, yangida. Mana bu yer ishxonadan narsalar sotilayotgan joymi? Oldin shunday chiqqan joy bor edi-da. Bu nima edi? Ichiga hech nima yo'q. Da, ichiga hech nima yo'q. Buni ichiga nima bor? Buni ham tip pastga qaraylikchi. Yo, go'sht, okey, xuddi o'shanday, lekin sal o'zgargan. Korotchi go'shtlar qovurilamiz. Go'sht qovurilyapti, yaxshi. Sandiq chappacha qo'yilgan. Qani, nima kerak senga? Ana senga ikkita. 30 ming pul ishlaylik. Rahmat B. Senga hozir men go'sht olib kelib berishim kerak. Hozir bular go'sht bersak, pul berar ekan onlinkida. Go'sht bitta qopti, shuni berib turaylik. Bittani amallab yeb tur. Ushla. Bu 40 ming bo'llar. Bu bitta bo'lar ekan o'zi 40 ming. Har bitta non 10 ming menimcha. Bizga non deyapman, go'sht, qovurilgan go'sht. Nima arqacha kelasan, yiqilib tushsam, keyin o'tirningga javob bermayman. Senga ham go'sht demak. Sovat. Go'sht olamiz, go'sht qolmadi. Tezroq. Go'sht qan? Go'sht. Bosib ko'raylik, 5 ming pul ketdi. 35 ming qoldi, 40 mingdan. Mo'sha keldi. Bunachilar. Mo'sha kelib ketdi. Wow! Go'sht bizga go'sht olib kelgandir. Yo, bunachilar mo'shin kelib bizga go'sht berib ketgan. Qanday zo'r. Tezroq. Yana olib kelib qo'ysan. Olib kel. Yaxshi. To'kyorman. Xo'sh, tezroq go'sht solamiz. Korotchi, ana go'shtlar olib kelib bega solamiz. Mana ular nima ekan? Yo'qotamiz, kerak emas. Korotchi, go'shtni olamiz. Yana 5 ming pul zarar emas. Go'shtni oldik. Olib kel, bo'ldi, tashla. Endi olamiz. Go'sht qani? Qallob. Bo'ldi, olib kelibsan, rahmat. Yana olib keltirib qo'yamiz-da, qovuramiz bular. Ketdik, 8 tadan qovuraman. To'rtta go'sht bor hozircha, unga berib turay. Uni nima? Kech pullimi? Kechki odamlar kelmaymi? Biz qayergamiz? Nima? Hamma joy hamma bo'lyapti. O'zbekiston yo'llariga o'xshab yurib yotoqxona. Bunachilar, menimcha bu yer uy emas. Aytdim, nima qilamiz uni pullarni deb. Uyimizni remont qilamiz menimcha. Bu yer bet qo'l yuvayotgan joy. Ketdik obunachilar endi. Mana keldik. Mana kelyapti. King. Hozir tezroq go'shtimiz bor. Mana. Keng, ikkita olib keting. Rahmat. Tezroq buyurtma berib qo'yaylik. Olib kelinglar. Kelyaptimi? Kel. Yana buyurtma beramiz-da, ketamiz bu yerda. Mana. Go'shtlar qovurilyapti. Uni 10 ta bo'llar, unga ikkita berib kelaylik. Xo'p, mana uni tez ketadi, ruh pishunich. Mana ular nima ekan? Tertib bo'l. Keyin ashlab berib ko'raylik. Nima bo'lsa kerak? Ye deyapman. Olle basharanga. Mayli, ol. 3 ta olle. 15 ming ketdi. Tezroq unga buyurtma berib qo'yaylik. Ana. Kel. Mana yerdan olib qo'yaylik, bo'lmasam bekorga ketgan bo'lar. Bo'ldi, rahmat. Mana endi ko'rmabman-ku. Bu nima edi? Bo'ymotdan 220 ming pul qimmat bo'ladi. Nima bular? Olib ko'ramiz. 35 ming pul qarzga kirdiz dedi. Qani ketdik. Managa mantiq kelsa kerak. Hech nima yo'q-ku. Yana bitta buyurtma berib ko'raylikchi. Keng. Asta. Yaxshi. Bo'ldi, tashlab ketavering. Rahmat. Qo'sh nima bitdi? Mana yangicha go'sht. Bunachilar yangicha go'sht. Yana buyurtma berib qo'yamiz, ya'ni ana tezroq ko'payaversa pulimiz korotchi mana berib ketdi, yana olamiz bu yerdan. Kech bo'lyaptimi? Tezroq kech bo'lsa keyin yana uyga jo'nataveram meni. Bo'ldi, o'zi kech bo'pti. Mana ular qovurib ketay. Bugun uncha savdo bo'lma, ketdim uyga. Ana uyga keldik. Kim teshdi bu yerda? Bega nima bor ekan? Beram xona ekan. Mana yer kraska qilmagan ekan. Lekin pardalarga gap yo'q, uxlash kerak. Ishga bo'lmasam bo'lmaydi. Uy tug'ilmasam qachaq chiqib ketyapti kundan-kun. Tezroq tug'ila olish kerak. Mana kirib o'tdi, bet qo'llar yuvish kerak. Chiqmagan suvga umid. O'zbekiston buyuk davlat. Korotchi, ishxonaga ham keldik va mana bizod birinchi mijozimiz Shetil Kalbala. Sizga mana ikkita go'sht 3 ta olib ketdi. 45 ming to'lab ketdi. Ana shular nima ekan? Mana hisob qo'yaman. Endi mana go'shtdan berib ko'raylikchi. Oling. Bu ne ekan bu ham? O'lla, keting. 15 ming bo'ldi. Tezroq kelish iloji bormi? Ushlang bo'ldi, yo'qoling. Korotchi, biz hozir 85 ming pul bo'ldi. Hozir yana bitta sotay. Ushlang. Tez kel. Bilaman, sen ham shuni olasan. Tez kel. Seni kutayotgan odamim yo'q. Men gara emasman seni kutib. Tezroq ol. Ushla. 145 ming bo'ldi. Buyurtma berib qo'yamiz.
bitish. Tizga. Rahmat. Okey. Yurib ketma, orqangga turibman. Qo'yib qolingni. Bular qovurish kerak endi. Ovqat kelyapti, ya'ni go'sht kelyapti. Ushla. Faqat bir xil narsadan odam zerikar ekan. Bitta odam keladi, olib ketadi, keyin ketadi. Kech bo'lmayaptimi? Kun yarmi. Ana ol. Ali qachonga kech bo'ladi? Odam zerib ketadi kech bo'lguncha. Mana ol ham ulamsada keladi. Tez bo'l. Hozir biza bir anonga qaraylikcha. Nimalar bor ekan yana bu mutton nima edi? Brigada qilamizda tez pishirib beradi bu. Ashin bo'lsamiz. 185 mingga so'lik. Qaraylikchi. Zo'r. Короче, berib qo'ymasak, go'shtimiz qolmay qolyapti. 8 ta qol. Bularni qovurish kerak, tezroq. Bu tez qovuram menimcha. Shu uchun zo'r. Ko'ramiz qanday qovurak. Unda tez bu flash. Короче, malolar sotib turamiz. Mana nima edi? Buni ham qo'yib qo'yamiz. Mana shuni ham sotamiz deb mana qo'ydik. Endi bunga ham keladi odamlar. Buni olmishmi? Tez kosa yo'q-ki qaraydi. Mana uni beraman. Ovqatni kosa qoldirib ketadi-da. Endi buni yuvishga taylash kerak. Qanchaga yuvishga taylaymiz? Qanchaga bir cho'milib chiqsa, mana. Toza kosa bo'ldi. Короче, mana ovqat beramiz, lekin ovqatimiz qolma. Kech ham bo'ldi, tezroq. Kech bo'ldi, ketmay tur. Mana. Ye. Mana shu yeb ketasan bo'ldi. Kech bo'pti. Shunga xizmat ko'rsatib olay. Tezroqga hozir ketasan sen ham. Shular bittani yeb tur, keyin bitta beraman senga. Bundan hech kim go'sht yegan. Yo'q, bu juda ko'p pul beradi. Xo'sh, tezroq uni berib ketyapmiz uyga. Kelib tursa mashinamiz. Ke, asta ke. Sen bunday yeysan. Hozir yana bitta olib kelib, o'zi bittaga ketakan. Bitta men uyga ketaman, yopillik bizlar. Yo'q. Hali uncha kech bo'lmabdi. Shunga xizmat ko'rsatib olay. Ovqatlar olib ketdim, mana o'zi ovqatimiz olib qolma. Qaysi bit bilan keldi? Kechasi ham keladimi? Bular qovurib olamiz. Turasan, endi kechasi yeganingni anosi o'tiribdi ozgina. Mana sizning go'shingiz juda tez bo'ldi. Bizning buyurtmamizdan bu nima gap eshitmay ketaveradi. Xo'sh, tezroq go'shtlar olib kelish kerak. Bular shuncha yuvilmagan kosa, shuni zamonda yog'im kelmaydi. Yana senmi? To'xtatni sotib olay. Nimalar bor ekan? Men yomon qiziqdim. Xo'sh, yana nimalar bor? Market nima ekan? Eng qimmati shu ekan. Hozircha buni olib turay deb free. Nima bu? Bo'yak kosalar solib ko'radikchi. Mana kosalar kelyapti. Mana kosa senga muntazir. Eshitmamas-ku bo'lmasam. Asab 210 ming. 210 ming pulni qayga sovirding? Vaqt kelasin. Sen faqat kelib men asabimga teganing uchun yaxshi tushlar tilayman. Bum. Endi ikki yaqinlasha olmaysan. Wow, mazza. Wow! İşler qoldi.